Ya men massajxona bo'yicha. Xudo yetkizgan kun yetib keldi. O'sha 13 ta massajxonani pechatlar muhrlandi. Bir joyga borib biz Qiziltepalikmiz degan. Massajxonalarni rahbarlari hammasini yig'ib, Or nomus uchun biz boshqa narsa uchun kurashganimiz yo'q. Hozirgi to'xtatilgandek davrda o'zgarishlar bo'ldimi? Yer ostida Allohning o'zi berib qo'ygan ne'mati bor. Rahbarlarimizga rahmat, prezidentimizga rahmat. Oltiariq tumani Qiziltepa MFYdamiz. O'sha massajxonadan chiqib turgan ayollarni chiqib turib Qiziltepalikman demayman, Oltiariqdanman deyman. Endi ba'zi bir narsalari bor, endi Yuzimiz shu bo'lib qoldi. qizil hududdan umuman chiqmasdi, yashilgi hududga kirdik. Viloyat ichki ishlar rahbari general mayor Kiramka, Oltiariq tuman ichki ishlar rahbari Sotvoldiyev, tumanimiz hokimi, barcha rahbarlarimizga katta rahmat aytamiz. Blogger Dostonbek Rahimov. Farg'ona viloyati Oltiariq tumanida xalqning og'ziga bir gap tushdi. Ya'ni Oltiariq tumani Qiziltepa MFYdagi massajxonalar masalasi edi. Assalomu alaykum. Sizlar bilan Dostonbek Rahimov. Xabaringiz bor, Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Qiziltepa MFYda massajxona faoliyatiga chek qo'yildi. U yerdagi xalqning massajxona faoliyatiga chek qo'yilishi yoki faoliyatini davom ettirishi bo'yicha o'z fikrlarini bildirib o'tishdi va biz ushbu fikrlarni sizlarga havola qilamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Blogger Dostonbek Rahimov. qishlog'imizda oldindan Xudoyim bergan issiq suv bor aka. Qishlog'imizda doim kelib ketgan mehmonlar bor, ag'dan-bag'dan dam oluvchi joylar, sanatoriyalar bor. Turizm eskidan yaxshi bo'lgan. Massajxona oldingi faoliyati davom etgandan hozirgi to'xtatilgandek davrda o'zgarishlar bo'ldimi? Yaxshi tomonga. Albatta aka. Hijolat bo'lib qoldik. Bir joyga borib biz Qiziltepalikmiz degani. Tadbirkorlar aytayapti, qishloqdan jicha masofasi uzoq, 2 kilometr, 1 kilometr deyishyapti. Yo'q. Bizdan 200 metr xolos. Asfalt bor xolos o'rtamizda. Asfaltda ag'ada bo'yab turgan ishlar bu narsalar. Mana butun xalq hammasi biladi mana. Or nomus uchun biz boshqa narsa uchun kurashganimiz yo'q. Qizlarimizni uzataylik, bir joydan o'g'illarimizga kelin olaylik, yashaylik. Maza qilib biz ham yashashga haqqimiz bor deb kurashyapmiz. Boshqa narsa yo'q bu yerda. Tadbirkorlik bilan deyapti, bahona qilyapti bu. Bu bilan tadbirkor emasda bu. Bu bilan tadbirkorlik bo'lmaydi. Tadbirkorda boshqacha tartib bo'ladi, intizom boshqacha bo'ladi. Mana shuncha tadbirkorlarimiz bor. Shuncha gastinisalar bor. 20 yil, 30 yildan beri tadbirkorlar bor-da. Shu gastinisa o'sha dam oluvchi, davolash hech bo'la bu. Hech massajxonasi ham yo'q, boshqasi ham yo'q. O'shalar biri kam bo'lgan yo'q. Endi ba'zi bir narsalari bor, endi u massajchini bitta mesestraligan qasi ham yo'q-da. Hurmatli do'stlar, biz ayni paytda Oltiariq tumani Qiziltepa MFYdamiz. Bu yerdagi o'sha massajxona masalasi bo'yicha o'rganishlarni olib boryapmiz. Ya, men massajxona bo'yicha. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Assalomu alaykum. Aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Keling. Mahalla raisi sizmi aka? Qiziltepa MFY fuqarolarini fikrlari bilan qiziqdik va o'sha fikrlarini bildik. Endi bizga rasmiy ma'lumot ham kerak. Massajxona faoliyatiga chek qo'yilgan. Yillar davomida fuqarolar murojaat qilganmiz dedi. Viloyat ichki ishlar, Oltiariq tuman ichki ishlar rahbarlari tomonidan xalqdagi o'sha murojaatiga asosan o'rganilib, o'sha massajxona faoliyati rasman to'xtatilgan ekan. Bor narsani boricha aytib bersangiz, bizga ham ma'lumot bo'lardi. Albatta fuqarolarimiz juda ko'p marotaba 5 yil, pashti 10 yilga yaqin yuqori tashkilotlarga ariza qilib chiqilgan. Bu haqiqatda bizning eng og'irlik nuqtamiz. Bizda avvalambor shu turizm bo'yicha juda ko'p atrofdan mehmonlar keladi. Bu massajxonalar biz endi og'irlik nuqtamizdan bittasi bo'lib, mana shu murojaatimizni ichki ishlar, shu viloyat ichki ishlar rahbari general mayor Ikramov, keyin o'zimizda Oltiariq tumani ichki ishlar boshlig'i Sotvoldiyev, polkovnik, podpolkovnik Sotvoldiyev bular o'rganishib 17 fevral kuni 2025-yil 17 fevral kuni mana shu qishlog'imizda juda katta keng ko'lamda mana shu sihatgohlar rahbari va shu nimalarni
masajxonalarni rahbarlari hammasini yig'ilish o'tkazildi. U yig'ilishda biz o'zimizning nuroniylar, o'zimizning qishlog'imizda fuqarolari ham to'liq qatnashdi. To'liq qatnashish jarayonida o'sha general mayorimiz Ikromov shu masajxonalar faoliyati bo'yicha bir necha shu noqonuniy ishlagan holatlarini katta monitorda o'zi yoritib berishdi. Har xil holatda ushlangan, shu fohishabozlik bo'yicha ushlangan holatlarni ko'rsatib berishdi. Hamma yoqda ko'rib chiqishib, keyin bularga mana shu prezidentimizda 2025-yil 3-yanvarda chiqqan prezidentimiz qarori, birinchi sonli qarori bo'yicha bular bilan keyin ish olib borildi. Avval ilgarilari bizni qishlog'imizda qizil hududdan umuman chiqmas edi. Yiliga shu masajxonalarimiz, mana shu nimalarimiz orqasidan 40 ta 45 tagacha yillik bir jinoyatlar bo'lardi yiliga. Mana hozirgi kunda mana 2025-yilda oxirgi mana birinchi kvartalida yashilgi hududga kirdik. Jinoyat sodir bo'lgani yo'q. Buning uchun prezidentimizga avvalo katta rahmat, mana shu rahbarlarimizga, ichki ishlar shu rahbari, viloyat ichki ishlar rahbari general mayor Ikromovga rahmat. Mana o'zimizda ichki ishlar Oltiariq tuman ichki ishlar rahbari, tumanimiz hokimi, barcha rahbarlarimizga katta rahmat aytamiz. Masajxonalar shu faoliyatini to'xtatgandan keyin qishlog'imizga mana baraka kirdi. Hududimizda shu Qiziltepa hududimizda 3000 metrdan tabiiy issiq suv chiqadi. Bu tabiiy issiq suv chiqqani uchun atrofdan juda ko'p hozirgi aytib o'tganim turist keladi. Bu masajxonani bunday faoliyat olib borilishi, noqonuniy faoliyat olib borilishlari shu kelgan turistlar oldida bizga ham juda bir uyatli holatlar bo'ldi. 2-3 oydan beri shu qishlog'imizda bo'layotgan jinoyatlar to'xtadi deng. Mana hozir shu masajxonalar bekilgandan keyin qizil hududda edi. Hozir yashil hududga o'tdi. Mana o'g'il qizlarimiz ham bemalol ko'chada yurishibdi. Oldin masalaslar mana shu yerda yurishib, bolalarimiz, qizlarimiz ko'chaga chiqa olmay qoldi. Kelishib to'g'ri ularga gap otishib, har butun viloyat respublikadan kelishib bu yerda nima bo'lishib ketdi. Shu darajada bo'lib ketdiki, hatto birov eplanmay qoldi. Bir narsa desang, darrov yurib borib, shu 102 ga telefon qiladi, muttahamchilik qilishadi. Bizni mana shu xalq uryapti, so'yyapti. Lekin bu yerda shu mana men hozir 70 ga kiryapman, men birorta odam bu yerda hali urushib, janjal qilib, hali militsiyaga tushmagan birortasi. Endi keyingi 5 yil 10 yil ichida bir noqonuniy faoliyat ko'rsatayotgan masajxonalar ko'payib ketdi. Endi bu masala nafaqat tuman, viloyatgacha tarqaldiki, o'sha Qiziltepada shunaqangi haligi noqonuniy ishlar, oqibatda o'sha jinoyat ko'p, fohishaxonalar tashkil bo'lib ketdi deyilgandan keyin tuman ishlar bo'limiga, tuman ishlar bo'limi, viloyat ishlar bo'limiga murojaat bilan chiqishdi. Rahmat, qolaversa shu prezidentimizning 3-yanvar 25-yildagi birinchi sonli qarori shu mahallalarda, hududlarda ijtimoiy muhitni yaxshilash bo'yicha qaror qabul qilindi. Bu bo'yicha yana tashkilot kelishdi. Mana raisimiz aytdi, juda kengaytirilgan katta yig'ilish bo'ldi. Bu yerda bu noqonuniy masajxonalar faoliyatiga qat'iyan chek qo'yildi. Kecha soat 12-1 gacha komissiya tuzilib, o'sha kunning o'zida o'sha 13 ta masajxonani faoliyatini to'xtatib, har bir xonani eshigi pechatlar muhrlandi. O'sha masajxonadan chiqib turgan ayollarning kiyinishi, yurish turishini ko'rib xijolat bo'ladi. Kelib keyin uyda aytadi. O'g'illarim shunaqa holat. Ehtiyot bo'linglar. Hali holatga qarab turib, noto'g'ri gapirib qo'ymanglar. Bu yaxshi emas. Ulardan o'rnak olmanglar degan gaplarni bizga shunaqa ko'p aytiladi. Xijolat bo'lamiz, bolalarimiz ham katta bo'lyapti, farzandlarimiz katta bo'lyapti. Ularning holatini ko'rib turib, ularda boshqacha tushuncha bo'lib qolishi mumkin. Mana yuqorida turuvchi tashkilotlar rahbarlarga, o'sha bizga tashrif buyurgan generalimizga, tuman ichki ishlar boshlig'iga katta rahmat aytamiz. Hoji akamning domlaning gapiga qo'shilamiz. Hozir ancha osoyishtalik bo'lib qoldi. Misol uchun ko'chaga chiqib yo magazinga farzandlarimiz chiqaradigan bo'lsak, bemalol qo'rqmasdan o'shalarda orqasidan ichkilik, boshqa o'sha jinoyatchilik ko'payib ketganligi uchun xavotir bo'lib qolgan edi farzandlarimizni tashqariga chiqarish uchun.
Hozir mana ko'nglimiz to'q, bemalol xotirjam hamma narsani bemalol o'sha borgizamiz, hatto maktabiga ham, boshqasiga ham, magaziniga ham bemalol farzandlarimizni chiqara olamiz. Lekin oldingi holatda juda achinarli holatlar juda kuchayib ketganida Xudoga ming qatla shukr, mana shunday bizga yorug' kunlar keldi. Avvalambor o'sha yuqorida turuvchi tashkilotlarga, Ichki ishlar boshqarmasi boshliqlariga, hammalariga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Dadam rahmatli shetlarda obod qilaman deb shuncha yillar ishlab o'tib ketdilar dadam. Shunaqa gaplar yo'q edi. Biz 83-yilda ko'chib kelganmiz. Shundan beri tinch yashab yuruvdik. Endi yaqinda mana shu 5 yil ichida shunaqa bo'lib ketdi. Prezidentimizga rahmat. Odam jo'natib bizni cho'l hududimiz uchun shunaqa masajchilar juda ko'payib ketdi. Bola chaqamiz ham tashqariga chiqqani hijolat, uyalib, qaytliksiz degani ham gapira olmay yuruvdik. Xudoga shukr. Mana ichki işte ishlaydigan organda ishlaydiganlar hammalari kelishib masajxonalar bekilib mana bemalol yashayapmiz. Eski holimizga keldik. Bola chaqamiz bilan bemalol magazinlarga borib, bolalarimiz ham yuribdi. Xudoga shukr keltiramiz. Rahbarlarimizga rahmat, prezidentimizga rahmat. Dunyo turguncha tursinlar. Umrlari uzun, rizqlari ulug' bo'lsin. Hamma boshliqlarga rahmat. Haqiqatan odam nima kelinlarimiz, qizlarimiz ko'chaga chiqa olmasin. Mana hozir hammamiz bemalol yuribmiz. Yurtboshimiz mingga kirishsin, tanjonlari sog' bo'lsin. Shu yurtboshimizni sog'lik salomatligini tilayman. Ko'p qatorda sog' salomat yursin. Mana shu nimalarni 4 yil 5 yildan beri hech imkoniyat topilmayapti shularni yo'q qilish. Mana hozirgi xodimlar hammalari mana shu masajchilarni yo'q qilishni chorasini ko'rishib hammalar harakat qilishyapti. Tanjonlar sog' bo'lsin. Aslida o'zi Qiziltepa qishlog'imiz respublika bo'yicha sanoqli hududlarda bittasiga kiradi. Sababi yer ostida Allohning o'zi berib qo'ygan ne'mati bor. 40 gradus temperaturada issiq suvimiz chiqadi. 6 ta 7 ta mineral moddaga to'yingan. Avvallari shu narsalarni biz katta bo'lib ko'rib faxrlanib yurdik. Shunaqa qishloqda yashaymiz, shunaqa issiq suvda suv ichamiz. Rossiyalarga borib ham faxrlanib yurdik. Lekin orada ba'zi bir qo'shtirnoq ichidagi tadbirkorlarimiz kelishib, tashqarilardan mana bizni qishlog'imizga kelishib, noqulay vaziyatlarga bizni qo'yishib, misol uchun musulmonchilikka, insonparvarlikka, bir o'zbekchilikdagi mentalitetga mos bo'lmagan narsalarga. Sizlar mana Qiziltepadansizlar, shunaqa ayollar bor degan ta'ma gaplarni bizni erkak kishiligimizni, g'ururimizni yerga urib, ba'zi bir gaplarni eshitdik. Endi amaliy ishlarimizga keladigan bo'lsak, Xudo yetkazgan kun yetib keldi. Mana Xudoga shukr, birinchi o'rinda mana ichki ishlar bo'limlari katta amaliy tadbir o'tkazdi. Qishlog'imizning raisi katta tashabbus ko'rsatdi. Uchastkovoyimiz katta tashabbus ko'rsatdi. Xudoga shukr, shu kun yetib keldiki, shu bir baloyi ofatdan qutuldik biz. Allohga ming qatla shukrlar bo'lsin. Shu Qiziltepada bosh ko'tara olmay qoldik, to'g'risi. Qizlarimizni bir ko'chaga chiqara olmay qoldik. Bir joyga kelinga bo'lganim, borgani ham xijolat bo'lib qoldik. Nimaga qayerlisiz desa, Qiziltepalimiz desak, yo'q bermaymiz deb. Nimaga shularni oqibatidan? Bizga bular kerak emas, yo'qotish kerak bularni. Bularni o'lsa o'ligiga ham kirmaslik kerak даже. Bu yerga 85-yilda ko'chib kelganmiz. Kelganimizda shunday obod qishloq edi. Bir 10 yildan keyin mana shu ahvol bo'ldiki, masajchilar ko'payib ketib, Oltiariqqa chiqsak, yuzimiz shuv bo'lib qoldi. Nimaga? Qiziltepadanman desiz, qo'y Qiziltepa endi deyishyapti. Xudoga shukr, mana prezidentimizga rahmat, ichki ishlar organlariga rahmat, sessiyatimizga rahmat. O'shalar shug'ullanib, masajxonalar bekitishdi. Xudoga shukr, o'shandan beriga mana 2 oydan beriga obod bo'lib qoldi mahallamiz. Qishlog'imiz obod bo'ldi, baraka kirdi, hammamiz ro'zg'orimiz tinch bo'ldi. Men demoqchimanki, shu masajxona qushot bekilsin. Bekilsin, ochilmasin. Hamma tilagi shu, xalqimizning tilagi shu. Sizlardan iltimos, bekilsin, qushot ochilmasin. Men so'zim shu. Rahmat. Shu yerda tadbirkorman. Endi masajxona deganda bu xalqimizga ziyon tegyapti. Qaysi taraf bilaman? Anaqa har xil mish-mish gaplar bir joyga borsangiz, masajxonadamisan degan gaplar bo'lyapti. Atrofda tanishlarim ko'p. Haligi Qiziltepadanman degani ham
bir paytda hijolatchilik bo'lib qolyapti. Boshqa qishloqdanman deb aytishga uyalib qolyapmiz ba'zi bir joylarda deyapti. U katta odamlar ekan, hali mana meni kichkina o'g'lim hali aqli yetmagan. Umuman u narsaga aqli yetmaydi. Boshqa qishloqqa mehmonga borib, aqli yetadigan bolalar gapirsa, nimaga bizni qishlog'imiz yomon deyishyapti. U kichkina bolacha bo'lsa. Ota-bobolarimizni mana shu qishloqda obodonlashtirish uchun qishloqda brigadir bo'lib, mana shu xalq bir-birimizni eski odamlar hammamiz taniymiz-da. O'sha paytdan beri shu sharoit bu yerda mana shu bir 10 yil atrofida oldingi holatda juda fayzli bo'lgan. Bir-biri bilan mehr-oqibati zo'r bo'lgan. Bir-birini tushunishgan, bir-biriga qiynalganda yordam bergan. Yaxshi insonlar yaxshi tomonlarga yo'naltirishdi. Tadbirkorlik deganda tadbirkorlar orqasida tadbirkorni niqob qo'yib olib, faxsh ishlar bilan shug'ullanish uchun tadbirkorlik bu yerda keng yo'l ochib bermayapti. Bu yerda xalq uchun, xalqni ertaga ish bilan ta'minlansin shu tadbirkor. Tadbirkor xalqni boqsin deb turib tadbirkorliklarga 10 yildan beri yengillik berib, erkinlik beryapti. Lekin bundan bir ashna qo'shnilar ichida boshliqlar, shunaqa puli bor insonlar bu yo'lda noto'g'ri qing'ir yo'llarda, qonunlardan qing'ir yo'llarda foydalanishyapti. Tadbirkorlik qilyapman deb tadbirkorlikni ostida, niqobini ostida masajxonalar qilishyapti. Masajxonalarda mana o'zimizda mana dalillar qo'yib berdi, mana shu video syomkalarda faxshchilar pul uchun qo'shmachilik nima xolasa hamma ish qo'yapti dedi. Pul topish bo'la tayda maqsad. Nomi eng tepasi tadbirkorlik, turizm. Turizm mana shu eskidan bo'lib kelgan. Avvalambor hammalariga rahmat, shuncha mana 3 yil 4 yildan beri murojaatlar qildik, ancha murojaatlar qildik. Lekin vaqt soati mana shu kunlarga kelgan ekan, shu kunlar sabab bo'lgan ekan, shu kunlarga kelib mana murojaatlarimizni keng ko'lamli respublika bo'yicha o'rganib chiqishdi. Shu prezidentimizning qarori bilan holatlarni o'rganib chiqib, xalqqa yon bosgan holatda shu qanaqa tadbirkorlik faoliyat bo'layotgan bo'lsa, shu noqonuniy bildida chora ko'rib yopildi. Blogger Dostonbek Rahimov.